Bugun sizlarga o'tib qo'ydiganim rampezni yana bir xil holatda o'lchamlik selishni o'rganib chiqamiz. Tunigan rampez yetishini chiqarsam, jiq do'stlarimiz odatda undimi qig'il bo'lam do'stam deb so'rabsizlar, qig'il bo'ldi, yong'yodimi qig'il bo'ldi. Bu shu filmga cho'qim yurak yulduz belgisini bilsak, Benkas rayoniga alt raqamlarni yo'llab qo'ying. Oldi bilan 2 kilogram yong'yoni ezish mashinasiga solib, filmda ko'rsatilgan holatdagidek ezib tayyorlab olamiz. Ondan ustiga 3 tal to'g'onning tuxumini chaqamiz. Birinchi darajalik undan 180 gram solamiz. Yarim piyola so'ngxua solamiz. 10 gram tuz, 10 gram jejang, 5 gram kavavuchini talqin solib, ravurs aralashtirib, filmda ko'rsatilgan holatdagidek umoch holatiga ekib olamiz. Rampezni ochiq chuchuklarni yoqtirma degan do'stlar va shiyxon degan xatni qoldirib qo'ying. Poshkal qozonni qizitib, ozroq maylayotgandan keyin yong'yo umochidan bir chumich silib, takshi yeyitib olamiz. Rampezning ximir va qalin bo'lib kesim yaxshi chiqmaydi, takshi nepiz yeyitib olamiz. Ustiga ozroq may purkaymiz. Ostini 1 minut qizitib pishirib olgandan keyin ustiga o'rib yana 1 minut qizitib pishiramiz. Uninggacha pagiz aqlayotgan so'ngxuani filmda ko'rsatilgandek to'g'rab olamiz. Ozroq tuz sepib, ravurs mijib suyini chiqarib o'tgandan keyin qachiq elib, bir chimish mayni qizitib, so'ngxuani ustiga qo'yib, nihoyat mezlik puroq chiqarib olamiz. Mana bo'lsa, tanchilgan rampez lozimiz. Bundaq lozig'a rampez tang doğrusiga ehtiyojingiz bo'lsa, menga ayrim uchur qilsangiz undadar boshpatda bor. Malni Urumchidan sep beraman, Jungoning har qanday yeriga solamiz. Tayyorlab olgan rampezimizni musholatda to'g'rab olgandan keyin taqsiga kelib tayyorlab olamiz. Ustiga tayyorlab olgan so'ngxua bir qo'shiq lapezini silib, ozroq tang suvi qo'yib o'tgandan keyin iste'mol qilsak bo'ldi. O'rganib oldinglarmi? Texnik ko'p taomlarni o'rganmoqchi bo'lsanglar, boshpatdagi boshqa filmlarimni ko'rib o'rganib olsanglar bo'ldi.